Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida UFC va MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar bilan Uzbek MMA kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda har doimgidek UFC va MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Uzbek MMA kanali oilasi a'zosiga aylangan har bir kishi biz uchun juda ham muhim. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, biz bugungi dasturimizni boshladik. Tezkor xabar: Ilya Topuria Islam Maxachevga rad javobini berdi. Navbatdagi tur muxlislar Islam Maxachev va Ilya Topuria o'rtasidagi super jangsiz qolganga qaramay, kelajakda bu to'qnashuvning ehtimoli saqlanib qoladi. Faqat bitta sharti bor. Gruziyalik aralash ikki kurash ustasi yengil vazndagi vakant bo'lib qolgan UFC kamarini qo'lga kiritadi. Rossiyalik esa yarim o'rta vaznda o'z niyatiga yetib, yana yengil vaznga qaytadi va navbatdagi turda unga to'g'ridan-to'g'ri chempionlik uchun imkoniyat taqdim etilmaydi. Bilasizmi, Islam avval boshdan o'z qarorlari bilan hammasini qo'shtirnoq ichida hayron qoldirayotgandi. U bir hafta avval mening yarim o'rta vaznga o'tishim hech qanday ahamiyatga ega emas, boisi yengil vazndagi chempionlik kamarini bo'shatib qo'yaman deganda. Men esa o'shanda yengil vaznga ko'tarmayman, chunki yarim o'rta vaznda qirolman deb aytgandim. Oxir oqibat kim o'z soyasida turdi, men yoki u? Har doimgidek men. Shunday ekan, endi u navbatda turadi va uni fursati kelishini kutadi. Lekin bu navbat uzun bo'ladi, dedi Ilya Topuria Ispaniyadagi matbuot anjumanida. Eslatib o'tamiz do'stlar, Islam Maxachevdan vakant qolgan kamar uchun Ilya Topuria braziliyalik Charles Oliveyraga qarshi oktagonga chiqadi. Ushbu jang 28-iyun kuni Las Vegasdagi UFC 317 turniri doirasida bo'lib o'tadi. Islam Maxachev esa yarim o'rta vaznning yangi chempioni avstraliyalik Jack Della Maddalenaga qarshi jang o'tkazishi kerak. Hozircha bu jang rasman tasdiqlanmagan. Kecha Amerika Qo'shma Shtatlarining Las Vegas shahrida tashkil etilgan UFC Fight Night turniri doirasida Nursulton Ro'ziboyev navbatdagi g'alabasini qo'lga kiritdi. Aralash ikki kurash ustamiz amerikalik Dustin Stones ustidan ochkolar evaziga g'alaba qozongan edi. Ro'ziboyev o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga surat joylab, uning ostiga kichik izoh raqibiga murojaat qildi. Respect, uzrda uka deya smile belgisi ham qo'shimcha qilgan. Stones men kutganimdan yaxshiroq jang qildi. Jangni muddatidan oldin tugatishga harakat qildim, lekin bunga imkoniyat bo'lmadi. Jang davomida aylanib tepish zarbalarni berdim. Kuchli bo'lmasa-da manziliga yetib bordi, jangdan keyingi o'z fikrlarini bildirgan edi. Qadrli do'stlar, bundan tashqari hamyurtimiz oktagon ichida yana bir raqibga viza tashladi va u raqib ham javob berdi. Albatta do'stlar, agar ularning jangi tashkillashtiriladigan bo'lsa, aynan siz kimni g'alabasiga ko'proq ishonasiz? Ma'lumot uchun aytib o'taman, Bu Nikel bugungacha, ya'ni o'tgan 2 yil ichida u UFC promotionida 8 ta jang o'tkazishga ulgurdi. Hisobida 7 ta g'alaba va bitta mag'lubiyat bor. Yagona mag'lubiyatini so'nggi jangda qabul qilib olganda. Shu yilning 3-may kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining Iowa shtati Des Moines shahrida o'tkazilgan UFC on ESPN 67 turnirida Rane de Riddere texnik nokaut bilan yutqazib qo'ygandi. Senxenning Figueroa oqshomida o'rin olgan ushbu jangning 2-daqiqasida Ridder tizzasi bilan bergan zarbasi evaziga Bu Nikelni texnik nokautga uchratganda, Nursulton Ro'ziboyev esa asosiy bazasi erkin kurash bo'lgan Bu Nikel bilan jang qilish istagini bildirdi. O'rta vazn toifasida muvaffaqiyatli o'rnayotgan amerikalik aralash ikki kurash ustasi 7 ta g'alabasidan 6 tasini muddatidan avval qo'lga kiritgan. Bugungi ayniqsa birinchi raundda parterga qiynalsa, Nursultonda aynan parterda jang qilish xush ko'radigan raqib bilan to'qnash kelib, katta tavakkal qildi. Qadrli do'stlar, Nursulton Ro'ziboyevning raqibi ham juda ham kuchli. Albatta nima bo'lganda ham hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyevga omad tilagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Nursulton Ro'ziboyev" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Uzbek MMA kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.